Har kuni ikki mahal tishlaringizni yuvishingiz bir necha ming dollarlarni tejab qolishingiz demakdir qarindoshlar. Aynan mana shu bir necha ming dollarlarni tejab qolish uchun qarindoshingiz ham o'zi uchun mindichkin elektron zubnaya shotkani Xitoydan zakaz berdim qarindoshlar. Albatta bitta emas, birdaniga ham erkaklar uchun ham ayollar uchun komplekt zakaz qildim. Ichini ochib ko'rganimdan keyin shunaqangi hayratlandim. Sababi aynan mana shu ham erkaklar uchun mo'ljallangan, ham ayollar uchun mo'ljallangan zubnoy shotkani komplektini, ya'ni ikkitasini Xitoydan atiga 250 ming so'mga zakaz qilgan edim. 250 ming so'mga shunaqangi zo'r sifati bilan keldi. Yana ichidan alohida bir olam shotkalari ham chiqdi qarindoshlar. Atiga 250 ming so'mga bunaqa zo'r sifat bilan keladi deb umuman ishonmagandim. Bu esa murskoy varianti qarindoshlar. Buni ishlashini qarasanglarchi, tishi shunaqangi mo'shni yuvib berar ekan. Xullas qarindoshlar, aynan mana shu elektron tish chotkani hammalarga tavsiya qilaman. Qarindosh biza Xitoydan zakaz qilishni bilmasak, qatdan o'rganamiz deydigan bo'lsanglar, 27-28 may kunlari 2 kunlik bepul darslik qilmoqdaman. Aynan o'sha 2 kunlik bepul darslikni o'tkazib yubormaslik uchun profilim shapkasidagi aynan mana shu link orqali yopiq Telegram kanaliga o'tib olinglar qarindoshlar.